Juda ham zo'r baliq ovi bo'lyapti-da, bor. Qorningiz ochmadimi sizda? Ha, stalker. Yo'q, hali. Agar Ana. Yo'q, menga tushma, men qarang, mayli. Agar qorningiz ochgan bo'lsa, sendvichdan yeb oling, men bitta sendvich yeb olaydi. Yo'q, ajoyib. O'ta mayli. Men Ashga qo'yaylik, baliq pishiramiz hali. juda ham zo'r bo'lyapti-da, lekin bor. Lekin menga tushmayapti. Nimaga menga tushmayapti? Vash hayronman. Davay. Men senga ishonaman. Bir marta tush, bir marta baliq tushsin. Opa. Voy. Menga baliq tushmaydi. Menga baliq tushmas ekan. Hali bitta Menga faqat balig'imiz bor. muzirlar tushadi. Okey. Opa. Keldi. Qana. Opa. Ajoyib, bo'l. Baliqlarimiz bo'ldi-da. Bularni oling, ketdi, bo'ldi. Keyinroq ana qilib o'ynaymiz bilasiz. Короче, men sizni ovlagan baliqlaringiz, men ketdim bilasiz. Uyda juda ham ishlarimiz bor. Men suvni o'chiraman, mana olovni o'chirib keting. Короче, bilasiz, uyda hali borishimiz kerak. Ishlar hali juda ham ko'pda bor. Ana. Mana bu yer ekan, mana o'zi mana qo'yib keldim. O'zi odam juda ham charchabdi-da. Mayli. Ana endi bor, juda ham zo'r, chotki, soqqa qilish payti keldi. Faqat pul qilmasak umuman bo'lmaydi. Agarda mana rejam o'xshasa borum, esa mana bu gelikdan yana ikkita olaman boru. Mayli. Qani mer. Mer uydamikan? Ana uyda o'tiribdi o'zicha, ofischa qo'ygan bu yuni. Nima edi, ofis hali quradi. Meni rejamni eshitgandan keyin ofisdan bir 3 ta 4 ta quradi boru. Mayli. Eshikni och, mer, kirib olaychiman. Assalomu alaykum, janob mer, yaxshimisiz? Qadrdon, nima gap buzamisan, ha? Voy, keldingmi? Nima uchun kelding? Shu siz juda ham zo'r chotki reja bor. Bilasiz, nima desam bo'ladi? Soqqali reja. Mana bu ofischani men bu yuzdan 3 ta 4 ta bir 100 ta jala olib tashlasangiz ham bo'ladi mana rejamni ortidan. Rostdanmi ish qilib yaxshi ekanmi? Mana bu pulni oling, yaxshi yomonni keyinroq o'zingiz o'ylab olasiz. Men hozir mana rejamni aytaman. Короче, mana yana ko'proq pul oling. Mayli, sizga yoqmayotgan ekan, men berayotgan pullar mayli, mana yana ko'proq pul. Yo sizga pochka berish kerak. Mana bo'ldi, siz ham pochkani ko'rgan odamsiz, mana pochkalar. Bo'ldi. Mayli, qani bu rejani aytingchi, reja qanaqa reja ekan, ha? Qisqasi mayli. Yaxshilab eshiting. Bu juda ham zo'r reja ekan. Juda ham zo'r, ajoyib qo'rchoq o'yinchoqlar. Faqat bizda kelib xarid qilishinglar mumkin. Atga $5 bemalol olishinglar mumkin. Faqat barchalaringiz navbatda turishinglar kerak. Mayli, men mer sifatida mana bitta o'yinchoq oldim. Juda ham zo'r, ajoyib ekan. Qisqasi davay bosinglar gazini. Bo'ldi, o'zinglar bosinglar. Bunaqa vahima qilish shart emas. Qisqasi davay bosinglar, bu vazda qilib o'ynanglar bor. Mayli. Juda ham zo'r, lekin men bu dekoratsiyaga ham sotib ketadi, lekin juda ham zo'r ketadi-yu. Qaranglar, lungdan keldi. Ot. O'ldirib qo'ydim men, qara. Jinni otmisan? Do'kon ochilibdimi? Do'kon. Bo'lishi mumkin emas, do'kon ochilgan bo'lsa. Haroya, hamma bu do'konga. Do'kon. Pulni topish kerak. Do'konga kelinglar, do'konga. Hamma kelsin do'konga. Mana. Hozir nima qilaman? Do'konga. Shahid chaqirish kerak. Shahid. Kim yana keldi? Hozir shuni. Tezroq chiqing. Hozir shuni kompyuterdan chiqib qolyapman. Normalniy. Okey. Stalker nima gap? Yaxshimisiz? Uzr. Nima bo'ldi? Mayli, chiqing tezroq. Nima bo'ldi? Senaryoga ertalab turib qarasam, sotuvchilar kelibdi. Kim? Men bu yoqdami? Qachonlar? Yo'q. Sotuvchilar kelgan bu tom. Naryoda. Chapda tomonda. Holat rostami o'zi? Shahardan narsalar olib kelishibdi. Yuringchi ko'raylik. Shahardan narsalar olib kelishgan o'zi. Yo, buni qaranglar, вообще buni. Qani. Mer, yaxshimisiz? Chota nima bo'lyapti bu yerga, menga tushuntirib bersangiz? Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshiman. Stalker chaqirgani yaxshi bo'pti shu shahrisda. Qara bu yerga mana bular sotilyapti. Va bu qo'rchoqlarni ol, juda ham zo'r arzon narxlarda. Mana bu millioner brat sotyapti. Millioner brat nima savdogarlikka o'tibdimi yoki chota nimadir g'alatida, to'g'rimi stalker? Yoki menga shunday tuyulyaptimi? $5 ekan donasi, to'g'rimi? Ukam, donasi $5 bemalol mana olib ko'rishim mumkin. Navbatga tur faqat.
Okey, Pul bor okey, manda mayli. Mayli, pul Ovolim bor. pul necha pulingiz bor? 64. Oy, Hamma nimaga bunday ko'p? bir narsa bo'lsa Ma kerak deb butun oyligimni olib mayli. chiqqanman. Mayli, menga 3 dollar berib turing. Mani o'zimda 2 dollar bor ekan. 3 dollar qarz berib turing, keyin men sizdan olaman. Bo'lmasa yuring, men bu navbatga turaylikchi. Oh, bu navbat ham juda ham ko'p ekan-ku. Mana bunday turaman-da Nimadir endi. Siz ham olasizmi? Mayli, Ha, mayli. ko'raylik. Mayli, bo'lmasa qani, tezroq bo'l, tezroq nima o'tirsan boydan beri. Yo, nihoyat mani navbatim keldi. Mana bu qo'rchoqlardan любойni olamiz. Qani, xo'sh. Qaysi tomon? Bu tomonda qo'rchoq bor, ha? To'g'rimi? Oppa, qani ko'raylikchi. Wow. Mana bu ikkita ko'ray, hozir qaytarib qo'yaman. Stalkermon qarang, bittasi mana bunaqa ekan. Mana. Qarang, qalay. Zo'r lekin. Zo'r ham men bo'pti men. Lekin men ikkinchisi mana bu yerda ekan bitta. Mana oba, voy ana yana qaytarib qo'yay. Qalay. Aytsiz. Halicha boyagi yaxshiroq. Mana shuni lekin siz olsangiz bo'ladi, lekin mana shuni. Ha. Mana Shuni sizga menga bering. emas. To'xtang-ku, navbatga turing kerak. Mana qo'yib qo'ydim, o'zingiz olasiz. Bo'ldi, men mana buni oldim, 5 dollar bo'lsa, bo'ldi, mana solib qo'ydim pulni, bo'ldi. O'tsam bo'ladimi? Mana tekshiringlar, mana qo'riqchilar ijtimo yo'q, bo'ldi, toza, davay. Bemalol davay. Olib ko'rishinglar mumkin. Oh, mana jetlar yana terilibdi. Oh, qishloqlar sizlarga yoqdimi? Qalay ekan, ha? To'g'risini aytsa, bilmadim. Qanaqadir bir arzon o'yinchoqqa o'xshayapti, bizga qimmatga sotishyaptimi deb o'ylayapman-da. Ha, может bo'lishi mumkin, lekin juda ham zo'r ekan mana bu. Mayli, davay, let's go bo'lmasa, davay, bo'pti. Короче, sog' salomat bo'linglar. Biza bo'lmasa o'zimni uyimga qo'yib olaman, borib. Aytgancha obunachilar anchadan beri mana bu 13-qishloqda ko'rishmagan deb, hech qaysalaringiz kommentariyalarda yozmayapsizlar, qaytganinglar bilan deb. Nima bu ahvol, ha? To'g'rimi? Stalker, mana misol uchun Stalkerda bu 13-qishloqqa qaytarib, Minecraftga qaytarishda o'zi bo'lmadi deb o'ylayman obunachilar. Mayli. Bo'lmasa o'zimni ishlarimni qilaverayman, qarang, juda ham zo'rligini. Juda ham zo'r mana bu. Tezroq, shahis. Voy, yana nima bo'ldi ekan? Yana nima bo'ldi? Yana nimadir kelin sotuvchi. Yo'q, sotuvchi boygilar bor edi bizga. Qo'rcha sot. Короче, nima desam bo'ladi? Sehrlangan ekan qo'rchoqlari deb ulardan pul olyapti. Kechasi shikishigi baba qilatsizlar deyapti. Voy, to'xtang. Qani, hozir bir gaplashib qo'yishing. Bular bilan tushunmadim. Nimaga bu? Bular qishloqlarni aldab yana. Qilib pul beryapti unga. Yana bular turibdimi? Nimaga yig'lab bu navbatga turibsizlar? Qishloqlar menga tushuntiringlarchi. Bizani borib mana bu nima desa bo'ladi, sotib olgan qo'rchog'imiz sehrlangan ekan. Buni sehrini yo'q qilish uchun yana pul so'rashyapti bular. Yo'q, mer maqbul bu, siz qarasangiz bo'lmaydimi? Sen biznesga aralashma, davay, surda bu yoqda. Bo'ldi, olding bu qo'rchoq, bo'ldi, senlar to'lashing shart emas, pul to'lashing shart emas. Chotda nimadir g'alati. Voy, siz boy brat. Nima qilyapsiz siz? Tushunmadim. Nimaga siz birovlar bunday pulini bunaqa yomon olyapsiz? Kamsa aralashmada aqllilik qilmay, bo'ldi, sen to'lamaysanlar, davay, yo'qollaring. Voy, necha pulni olyapsizlarga? Biz mana shu yoqdan oldik. Biz qaysini olishimizni bile bilmasdi. Bizga to'lamaysan deyapti. Nimaga biz ham cho'tdan olgan bo'lsak, bizniki sehrlanmagayni? Balki aldab pulini tutgandir. Shuni aytyapman-da, o'zi aniq bo'lib turibdi-yu, hozir qishloqlarda yig'lashini qarang. Balki Yo, to'xtang. Bu narsa oling. Voy, sen qishloqqa necha puldan to'layapsizlar sizlar? 10 dollardan to'layapmiz. Va 10 dollar. 10 dollar. To'xtanglar. Qo'riqchilar, davay, hamma narsalarni yig'ishtiringlarchi. Aka, aralashmada hozir bo'lsa, hozir bilasan-a, anoga tiqib qo'yamiz va bu ariqqami yo bu qavuzgami tiqib qo'yamiz. Bo'ldi. Bular Stalker men ikkalasini ko'tarib shunday. Men ikkalasini ko'tarib shunday anoga tashlab yuboring. Yo'q, qo'tinga men. Shunday mana bu yoqlarga tashlab yuboring-da, mana bu yoqlarga. Mana shunday tashlab yuboring, hozir to'xtang. Bor. Keyin men bu boyda ham. Merda qafasga tiqib qo'ying. Hozir to'xtang. Mana bir narsalar olib kel. Obunachilarga qaraylik, tushunmadim. Qanday bu mer bizni o'zimizni merimiz, jigarimiz bu shu ishni qilishi mumkin. Men hayronman, boru. Juda ham yomon, juda yomon boru. Odamni juda xafa qiladigan ish bo'ldi-da hozir obunachilar. Odam juda xafa qiladigan ish bo'ldi, yana ham bilmadim. Okey. Qani merda oldingizmi? Merda bo'ldi. Merda bu qafas keyin quramiz. Bo'ldi, qishloqlar sizlar qaranglar, men sizlarga tushuntiraman. Bu hech qanaqa bu nima edi, sehrlanmagan. Bular sizlardan pul olish niyatida. Bu nima desam bo'ladi? Mana bularni ko'proq pul olish niyatida qaror janob qilgan. To'xtanglar, men sizlarga hamma
Stalker, короче, men bularga pullarini ajratib bering, mana men pullarni ajratib bering. Har bittasiga bir blokdan bering. Oho, anchagina pul ishlab qo'yishibdi-yu bular. Men sizlarga, короче, mamnun qilib bir stakdan berib chiqaman, qamalarsiz, anav qilasizlar, xavotir olmang. Pul tushib ketdi. Hozir mana. Oba, ana tashlaymiz. Oba, ana buni ham tashlaymiz. Vashche bor. Vashche noinsof ekan bular bor. Mayli, to'xtanglar. Sizlar biz adolat yo'lini tanlaymiz, короче, adolat posbonlarimiz deydilar-yu. Opa, bo'ldi, men olishinglar mumkin. Hammalar stalker sizni bo'ldi. Bu pullar qolgan bankka ketadi. Va aytgancha men buni ham oluvdim, men kiyimni ham. Okey. Nima ham derdim, obuna ishman. Ko'rishinglar mumkin, bu yerda hozir bizda adolat posboni bo'lgan, nima edi? Bo'lgan holda biz bularni qutqarib qoldik deb o'ylayman, yana ham bilmadim. O'zingizlar kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Aytgancha obuna bo'lib qo'yishingiz sizlardan chiqmasa, obuna, like, podelisiya deganlarda obunachinglar va xayr, sog', salomat bo'linglar.